Do'stim, bizga doim nimadir yetishmaydi. Yangi telefon olding. Xursandmisan? Ha, balki bir hafta. Orzuyingdagi mashinaga erishding. Baxtlimisan? Balki bir oy. Keyinchi yana o'sha holat. Yana o'sha ichki bo'shliq. Biz chanqoqni sho'r suv ichib qondirmoqchimiz. Qancha ko'p ichsak, shuncha battar chanqaymiz. Dunyoni yutib yuborsang ham bu ko'ngil to'ymaydi. Chunki u buyumlar bilan emas, ma'no bilan tirik. To'xta. Atrofga bir qara. Sen istagan baxt qayerdadir, uzoqda emas. U hozir shu yerda. Sog'lom taningda, tinch uyingda. Qalb dunyo bilan emas, faqat shukr bilan to'ladi. Boriga rozi bo'lish eng katta boylikdir. Bir tafakkur qilib ko'r do'stim.